Oxirgi paytlarda boshim tez-tez og'riyapti. Bu nimadan bo'lishi mumkin va qanday tavsiya berasiz? Agar sizda oxirgi paytda bosh og'rig'i tez-tez takrorlanayotgan bo'lsa, birinchi navbatda uning sababini aniqlash kerak. Ya'ni hozirgi paytda eng ko'p uchraydigan bosh og'riqlarning bittasi stress, migren kasalligi, qon bosimining oshishi va ko'proq hozirgi paytda qon bosimi tushishi bilan ham kelib chiqayotgan bosh og'riqlari bor. Birinchisi demak migren kasalligi. Migren kasalligida asosan boshning yarim tarafida pulsatsiyali kuchli og'riq kuzatiladi. Qon bosimi oshishi bo'lsa, demak bu ensa qismida boshni kuchli og'riq bezovta qiladi. Agar sizda stress holatlari, ya'ni tenzion bosh og'rig'i kuzatilayotgan bo'lsa, demak u yoqda asosan kamarsimon og'riqlar va chekkaning ikkita tomonlama kuchli og'riqlar bezovta qiladi. Agarda sizda bosh og'rig'i bir hafta mobaynida o'tib ketmayotgan bo'lsa, demak shifokor nevrologga murojaat qilishingiz mumkin. O'z boshimchalik bilan dori-darmon ichishga shoshilmang.